Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun erki bola psixikasi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi shu erki bola psixikasininki ifodalari va uning sabablari to'g'risida to'xtalmoqchi. Endi bu erki bola deganimiz shu hozir shu bulab yolg'iz toq bola ilish aladigan jamiyatlarda ko'p uchraydigan bir benormallik bo'lib, bu xil bolalarda bo'ladigan ba'zi odatlar hatto balog'atga yetgandan keyinmi davom qilishi va balog'atga yetgan bo'lib yosh cho'ng insonlardami bu xil benormallik ko'rilishi mumkin. Men bu leksiya orqali shu erki bola psixikasiniki qandaq paydo bo'ladiganligi va uning ifodalarining qandaq bo'ladiganligi ustida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Bu erki bola psixikasi deganda bolalarning o'sib yetilishi jarayonida boshqalarning bo'libmi ota-onalarning hamma ishda bolaning ro'yiga qo'yib berishi, bolaga haddidan ziyoda ko'yinishi va bolaning talablarini shartsiz qondirishi sababidan bolalarda shakllangan o'zini rostlaydigan, o'zidan boshqalarning gapiga quloq solmaydigan shaxsiyatchi va johil xohishni ko'zda tutadi. Undaqda bu erki bola psixikasiningki qandaq alomatlari bor yoki bu xildagi erki bola psixikasiningki alomatlari qandaq bo'ldi degan vaqtida birinchisi hamma narsaning o'zining xohishi bo'yicha bo'lish istiki kuchlik bo'ladi. İkincisi, her zaman başqalarının maqtishiga tashna bo'ladi. Üçüncüsü, her zaman o'zini to'g'ri deb qaraydi va oson tanqid qabul qilmaydi. To'rtinchisi, her zaman boshqalarning o'ziga bo'ysunishini umid qiladi. Beshinchisi, o'zi erishmoqchi bo'lgan narsaga erishish uchun vosita tanlamaydi. Oltinchisi, her zaman merkez bo'lishni ve başqalarının diqqətini tartışını yaxşı gördü. Yettincisi, özünün əvzəllikini köz qılıb başqalarını ətrafıga toplaşını yaxşı gördü. Sekizincisi, cəfa tartışını xalamaydı. Başqalarını qollanışını yaxşı gördü. To'qqizinchisi, başqalarının özü üçün qılğan xizmetini mecburiyet deb qaraydı. 10'inchisi qiziqish tez o'zgarib turdi. Erishgan narsani qadrlamaydi va qanoat qilmaydi. 11'inchisi o'xshash birisi bilan uzun mezgil do'st bo'lolmaydi. 12'inchisi xarakteri johil bo'lib, boshqalarning gapini anglamaydi. 13'inchisi alayda shaxsiyatchi bo'lib, o'zidan boshqalarni o'ylamaydi. 14'inchisi rad qilinishni asan qabul qilolmaydi. Rad qilinganda osonla mayuslanib, o'zini yo'qotib qo'yishi, ochiq qilinishi, hatto boshqalardan o'ch olishi mumkin. 15'inchisi moddiy boylik yoki pulni cho'ng bilishi mumkin. Undaqda bu erki bola psixikasi qandaq paydo bo'ladi, uning sabablari nima degan vaqtida birinchisi ota-ona va atrofidagi kishilarning prinsipsizligi. To'g'ri xato deb o'ylamay bolaga shartsiz yo'l qo'yishi, ko'yinishni xato qo'llanishi. Ya'ni bolaga ko'yindim deb haddidan ziyoda ko'yinish yoki ko'yinishni suiiste'mol qilishi. İkincisi, ota-ona ve atrofidagi kishilar tarafidan haddidan ziyoda e'tiborlanishi, maqtishi, ko'k ko'tarilishi, hatto cho'qinishi. Üçüncüsü, xatolik o'tkazganda ota-ona ve atrofidagi kishilar tarafidan vaqtida ko'rsatilmasligi, tuzitilmasligi ve tanqid qilinmasligi. To'rtinchisi, faqat
bahramon bo'lishga e'tibor berib, mas'uliyatga e'tibor bermaslik va yoki u jihatda to'g'ri tarbiyalanmaslik. Mana bular erki bola psixikasining paydo bo'lishiningki asosli sabablari. Albatta, konkret o'xshamagan bolalarda ba'zi farqlar bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha mutaxassislar erki bola psixikasining yetilishida yuqorqi bu sabablarning muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlashmoqda. Undaqda bu erki bola psixikasiga giribtor bo'lgan yoki erki bola psixikasi yetilib qolgan bolalarningki kelgusidagi salbiy ta'sirlari qandoq bo'ladi degan vaqtida birinchisi haddidan ziyoda ko'yinish insonni johil madhiyadan boshqani anglamaydigan qilib qo'yishi mumkin. Boshqalar tarafidan madhiyalanmaganda yoki maqtalmaganda, rad qilinganda o'chilish uchun harakat qilishi mumkin. Ikkinchi, o'zini to'g'ri deb ching turishi, xatolikni oson qabul qilmasligi, oson xafa bo'lishi, oson mayuslanishi, tez ochiq qilinishi mumkin. Shu sababdan hissiyotga berilib xato qaror ilishi va atrofidagilarga ziyon yetkazishi mumkin. Uchinchisi, faqat o'zining his tuyg'usiga e'tibor bergani uchun o'z manfaati yoki o'z his tuyg'usi uchun umumlikning his tuyg'usi va manfaatini nazardan soqit qilishi ularga ziyon ilib kelishi mumkin. Mana bular mush erki bola psixikasi yetilib qolganlarningki atrofiga keltirib chiqaradigan salbiy ta'sirlari. Undaqda qandoq qilgan vaqtida erki bola psixikasining oldini olg'ili bo'ldi yoki bolalarda shu xil psixika yetilib qilishdan saqlanqili bo'ladi degan vaqtida birinchisi bolalarga nisbatan prinsipchan bo'lish, ularga bo'lgan ko'yinishni xato qo'llanmaslik, suiiste'mol qilmaslik kerak. Ikkinchisi, bolalarni haddidan ziyoda maqtamaslik, to'g'ri xatoni farqlantirish kerak. Uchinchisi, bolalarning talabiga shartsiz ma'qul bo'lishdan saqlanish kerak. To'rtinchisi, xatolik o'tkazgan vaqtida ko'rsatib berish, xatolikni tuzatishga yordam berish kerak. Beshinchisi, axloq tarbiyasini kuchaytirib, hambarlashni o'rgatish, ya'ni ularning erishgan narsalarni boshqalar bilan o'rtoqlashishniki yaxshi bir xislat ekanligini bildirish kerak. Oltinchisi, qo'l tavirtishga rag'batlantirish, hamma narsaning badili borligini bildirish, ya'ni tirishchanlik ko'rsatmasa hech nimaga erishmaydiganligini bildirish kerak. Yettinchisi, qoida tuzumlarni va uningga bo'ysunmaslikning oqibatlarini oydinlashtirish kerak. Sakkizinchisi, har qanday narsadan bahramon bo'lgan vaqtda uningga mos mas'uliyatning borligini bildirish kerak. Ya'ni ularda mas'uliyat tuyg'usini yetildirish kerak. Bu orqali biz bolalarimizni psixik jihatda sog'lom tarbiyalab chiqarishimiz, ularningki mush erki bola psixikasini yetiltirib qilishning oldini ola olishimiz mumkin. Bugungi bu erki bola psixikasi to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Men bu leksiya orqali yolg'iz mushu kichik bolalardagi shu xil binormallikning oldini olish emas, balki mushu atrofimizdagi kishilar bilan munosabat qilgan vaqtida ularga qarg'ularcha cho'qinib, ulardimi shu xil erki bola psixikasini yetiltirib qo'yishning oldini olish uchun bu qisqa leksiyani so'zlab sizlar bilan o'rtoqlashdim. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.